هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Hac tefsiri 63. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hac suresi 63. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de a'udu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın bulutdan yağmur yağdırıp beradiganligini, şunun bilen ziminni yeşil zarlıqqa aylandıradiganligini ko'rmadingmi? Allah hakikaten nihoyatda mehribondir, hammadan xabardardir. Osmonlardagi ve zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Yani Allah'ın mülküdür. Allah'ın mahlukatıdır. Allah'ın tasarrufi astıdır. Allah hakikaten hemmeden bihacettir. Hem de sanağı layıktır. Allah'ın yeryüzündeki nesillerini özünün emri boyunca denizde yürüvatkan kimilerini silegi boysundurup bergenlikini ko'rmadingmi? Osmonning ziminga tushib ketmasligi uchun Allah osmonni to'xtatib turdi. Faqat Allah'ın izni bilan osmonning qiyomat bo'lgan chaqda tushib ketishi buningdan mustasno. Allah insonlarga haqiqatan nihoyatda shafqatlidir, nihoyatda mehribondir. Allah sizlarga hayotlik berdi, ondan sizlarning jininglarni oladi, ondan sizlarni terildirdi. İnsan hakikaten Allah'ın nimetleriga noshukirlik qilg'uchidir. Allah Teala'nın kudretini gösterip berdiğan deliller. Allah'ın bulutun yağmur yağdırıp berdiğanlıqını, bu Allah Teala'nın kudretini ve onun hükümranlığının kattılığını gösterdiğin paketlardandır. Çünkü Allah Teala şamallarını evetip bulutunu kozgaydı. Andın bulutunu kuru, qaqas, çölderep ketken, hiç ösümlük ösmegen bir ziminning ustiga apırıp yağmur yağdırdı. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Sen ziminni qaqas görsen, onunla biz yağmur yağdırsak, o canlanıdı ve köpüşüdü. Türlü çıraylık ösümlüklerini ündürüp berdi. Şunun bilen ziminni yeşil zarlıqqa aylandırganlıqını görmedingmi? Yani o zimin hiç nersi ünmeydigan quruq qaqaslıqdan keyin yap yeşillikqa aylanıdı. Bazı Hicazlık alimlarının mundaq deganligi rivoyat qilindi. Zimin yağmurdan keyinla yeşilchilikqa aylandi. Allah rastını bilgüçüdür. Allah hakikaten nihayet mehribandır, hemmeden haberdardır. Yani Allah Teala ziminin burceklerideki, etraflarındaki ve işçilerindeki en küçük dançınımı bilgüçüdür. Onundan hiç nersi mahfi emestir. Şuna Allah Teala her bir nersige sudun boğan yeterlik nesibisini yetkizip verip onu yaşartıdı. Allah Teala'nın hemme neslerden haberdar ekanligini Luqman Hakimning balasiga qilgan nasihatini bayon qilib kelgan bu ayet ve tövendeki ayetlerden mi ko'rib bo'ldi. Luqman aytdi: "Ey o'g'ilchiqim, qilmishing qichchaqliq narsa bo'lib,
u uyul taşning ichida, ya'ni eng maxfiy joyda, yo osmonlarning qitida yoki zaminning ostida bo'lsa-mu, Alloh uni hozir qiladi. Uning hisobini oladi. Alloh haqiqatan inchki kuzatkichidir. Hammadan xabardordir. Ular osmonlardagi va zamindagi sirlarni oshkorlovchi, sizlarning yo'shurun va oshkora ishlaringlarni bilib turg'uchi Allohga sajda qilmaydi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan bir rasmi yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi biror dona uruq bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsa bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yozig'liqdir. Osmon zimindagi zarra chaqliq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi Lavhul Mahfuzda xotirlangandir. Osmonlardagi va zamindagi shaylarning hammasi Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir. Allohning maxluqotidir, Allohning tasarrufi ostidadir. Alloh haqiqatan hammadan behojatdir. Hamd sanoga loyiqdir. Ya'ni hamma narsa uning mulkidir. U o'zidan boshqa narsadan behojatdir. Barliq narsalar uningga ehtiyojliqdir va uningga bosh ekkichidir. Allohning yer yuzidagi narsalarni sizlarga bo'ysundirib berganligini ko'rmadingmi? Ya'ni jonliq, jonsiz, ziroat va mevalardan iborat hamma narsalarni bo'ysundirib bermadimi? Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Alloh osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasini kamoli fazlidan sizlarga bo'ysundirib berdi. Buningda haqiqatan qudrati ilohini tafakkur qiladigan qavm uchun Allohning qudrati va birligini ko'rsatadigan ro'shan dalillar bor. O'zining amri bo'yicha dengizda yurayotgan kemalarni sizlarga bo'ysundirib berganligini ko'rmadingmi? Ya'ni Alloh taolaning kemini tumanliq dengiz va chayqilib turgan do'lqinlarning ichida bo'ysundirib berishi va mayin va illiq shamolning haydishi bilan kema sizlarni ko'tirib dengizda mangadi. Shuning bilan kishilar kemada mayli tijorat yoki boshqa ish uchun bo'lsin, o'zlari xohlagan foydali bo'lgan narsalarni bu shahardan u shaharga, bu davlatdan u davlatga yetkazadi. Ondan ular o'zlari ehtiyojli bo'lgan va xohlagan narsalarni boshqa davlatlardan o'zlarining davlatiga yetkazib keladi. Osmonning zaminga tushib ketmasligi uchun Alloh osmonni to'xtatib turdi. Faqat Allohning izni bilan osmonning qiyomat bo'lgan chaqda tushib ketishi buningdan mustasno. Ya'ni mubada Alloh taolo osmonga ruxsat qilsa, osmon zamin ustiga tushib, zamindagi hamma narsalarni aloq qilib o'tgan bo'ladi. Lekin mehribon, rahimdil, qudratlik Alloh taolo qiyomat kuni o'zining izni berishi bilan osmonning tushib ketadigan vaqti bo'g'icha osmonning zaminga tushib ketishini to'xtatib turdi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: insonlar o'zlariga uvol qiladigan kishilar bo'lsa-mu, Alloh insonlarga haqiqatan nihoyat shafqatlidir, nihoyat mehribondir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: insonlar zulm qilsa-mu, Rabbing haqiqatan ularni mag'firat qiladi. Rabbing gunohlarga cho'mib tavba qilmaganlarni shak shubhasiz qattiq jazolaydi. Alloh sizlarga hayotlik berdi. Ondan sizlarning jininglarni oladi. Ondan sizlarni terildirdi. İnson haqiqatan Allohning ne'matlariga noshukrlik qilg'uchidir.
Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Allah'ni qandaqmı inkar qilsizlarki, cansiz edinglar, Allah sizlarga jon berdi. Yani atanglarning pushtida, ananglarning qornida obimani edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Allah jininglarni oladi. Ondan keyin terildirdi. Ondan keyin Allah'ning dargohiga hisob berish uchun qaytarilasizlar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularga aytqinki, Allah sizlarni terildiradi. Ondan ajlinglar bitganda vafot qildiradi. Ondan shak shubhisiz qiyomat kunida sizlarni yig'idi. Lekin kishilarning to'lisi Allah'ning qudratini bilmay, qayta terilishni inkor qildi. Ular Rabbimiz bizni 2 qitim o'ldirib, 2 qitim terildirding. Biz gunohimizga iqro qildik. Yani Allah Teala mahlukatlarni yaratish, ularga rizq berish va ularni boshqarish ishlarini faqat o'zi yolg'izlik qilgan bo'lsa, qanday qilib sizlar uningga tang tutib oldinglar? Qandaqmi uningga boshqasini qo'shib ibodat qilasizlar? Halbuki u sizlarni yo'q yerdan paydo qilib yaratgan bo'lsa. Ondan sizlarning jininglarni oladi. Qiyomat kuni ondan sizlarni terildirdi. İnsan haqiqatan Allah'ning ne'matlariga noshukrlik qilg'uchidir. Yani tanğıcıdır. Her ümmet üçün bir şeriat bekitdik. Ular şu şeriatga amal qiladi. Mushriklar şeriat ishida sen bilan jidallashmasin. Kishilarni Rabbingning ibodatiga da'vat qilgin. Sen haqiqatan sheksiz to'g'ri yo'ldadursan. Agar ular sen bilan jidallashsa, aytqinki, Allah sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Allah qiyomat kuni sizlar ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqaradi. Har bir ummat uchun bir shariatning yo'liga qo'yib berilganligi. Her ummet için bir şeriat bekitdik. Yani Allah Teala bu ayette her bir ummet için bir şeriat kılıp bergenliginden haber berdi. İbn Cerir bu ayetning ma'nosi haqida her bir payg'ambarning ummatiga ibodat qilish uchun keladigan bir o'rinni qildik deganlikdir dedi. Mubada bu ayetning ma'nosi İbn Cerir degandek her bir payg'ambarning ummatiga ibodat qilish uchun keladigan bir o'rinni qildik deganlik bo'lsa, Allah Taolaning mushriklar shariat ishida sen bilan jidallashmasin degan oyatidan ko'z tutiladigan ma'no, u mushriklar sen bilan bu ish to'g'risida jidallashmasin deganlik bo'ladi. Allah Taala her bir payg'ambarning ummatining ibodat qiladigan bir o'rnining bo'lishini takdirde şundak bekitken. Yani Allah Teala her bir ümmetke sen bu yerde ibadet kıl dep muayyen bir yani köz tutup bermezsin. Belki her bir ümmetinin takdirige bu ümmet bir orunni tutup ibadet kılıdı dep yazgan. Bu xuddi Allah Teala her ümmetinin yüz keltirdiğin terbi yani kıblisi var degan oyatida bayon qilgan her ümmetning yüz keltirdigan qiblisini taqdirda putib etganiga o'xshash bir ishdir. Shunga Allah Taala mundaq dedi. Ular shu shariatga amal qiladi. Ya'ni u ummatlar shu ishni Allah Taolaning putib etishi va irodasi bilan qilg'ichidir. Şuna müşriklarning bu iş to'g'risida sen bilan qilgan jidili sana ta'sir qilmasin ve seni haq yo'lingdan qaytarmasin. Kishilarni Rabbingning ibodatiga da'vat qilgin. Sen haqiqatan sheksiz to'g'ri yo'ldadursan. Ya'ni sen nijotlikka ilib boradigan ro'shan va to'g'ri yo'l ustidadursan. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Sana Allah'ның ayetleri nazil kılıngandan keyin
u oyatlarga amal qilishdan kofirlar seni to'smasin. Rabbinga, ya'ni uni bir deb bilishga va uningga ibodat qilishga da'vat qilgan. Hergizmi mushriklardan bo'lmagan, ya'ni ularning nafsi xohishlariga moslashmagan. Agar ular sen bilan jidallashsa, aytqinki, Allah sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Agar ular seni yolg'onchi qilishda chin tursa, mening amalim o'zim uchundir, sizlarning amalinglarmi o'zinglar uchundir. Mening amalimdan sizlar ado judasizlar, sizlarning qilmishinglardan menmi ado judaman. Ya'ni birov yana birovning qilgan gunohiga javobgar emas degin. Allah Taalaning Allah sizlarning qilmishinglarni obdan biladi degan oyati mushriklar uchun qilingan qattiq tahdid va qo'rqitishdir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Sizlarning Qur'on to'g'risidagi tuhmatlaringlarni Allah obdan biladi. Allah men bilan sizlarning oranglarda guvoh bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni mening rostchiligimga va sizlarning yolg'onchiliginglarga guvoh bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Şuna Allah Taala mundaq dedi. Allah qiyomat kuni sizlar ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqaradi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Shuning uchun, ya'ni dinda ixtilof qilishganligi uchun ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, barliq insonlarni to'g'ri din asosida ittifoq bo'lishga chaqirgan. Buyurilganing bo'yicha to'g'ri yo'lda ching turgan. Ular, ya'ni mushriklarning nafsi xohishlariga ergashmagan va aytqin. Allah nazil qilgan barliq kitoblarga iymon etdim. Aranglarda adil bo'lishga buyurildim. Allah bizning Rabbimizdir. Sizlarningmi Rabbinglardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zlaringlar uchundir. Sizlar bilan bizning aramizda jidallashishga o'rin yo'q. Chunki haqiqat oshkordir. Allah qiyomat kuni bizni hukm chiqarish uchun yig'idi. Oxiri qaytadigan joy Allohning dargohidir. Bilmemsenki Allah osmon zimindagi narsalarni bilib turdi. Bu hakikaten Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bu, ya'ni bilish hakikaten Allohga oson. Allah Taala bu oyatda o'zining mahluqatlarining ahvolini to'liq bilib turadiganligidan va osmon zimindagi narsalarni ilmi bilan qorshab turadiganligidan xabar berdi. Osmon zimindagi zarrachoqliq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Allah Taala hamma narsalarni ular barliq kelishdan burun bilib bo'lgan va ularni hamma narsalar xotirlanib saqlanadigan taxtiga, ya'ni Lavhul Mahfuzga yozgan. İmam Muslim Abdullah ibn Amir'dan Peygamber Aleyhisselam'ның bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shubhisizki Allah Taala barliq mahluqotlarning taqdirini osmon va zaminlarni yaratishdan 50 ming yil burun bekitib etgan. U chaqda Allah Taalaning arshi suvning ustida edi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Hadis kitoblarida bir turkum sahobalardan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi rivoyat qilindi. Allah Taala tunji bo'lib yaratgan narsa qalamdir. Allah Taala qalamga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Allah Taala buningdan keyin bo'lmoqchi bo'lgan barliq narsalarni yozgan dedi. Shuning bilan qalam toki qiyomatgacha bo'lmoqchi bo'lgan narsalar va ishlarning hammasini yozdi. Bu hakikaten Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bu, ya'ni bilish hakikaten
Allah'a asan. Ula yeni Quraysh kuffarları Allah'ını koyup ibadet kılışının durustlıqıga Allah hiç qandaq delil düşürmegen näsilerge ve özleri bilmeydiğen näsilerge, yani butlağı çokunudu. Zalimlağa hiç qandaq medetkar yok. Kafirlağa bizning roşen ayetlerimiz okup berilse, ulanın çehrelerinde koşumisi türülgenlikten inkar qıyğanlığını görsen. Ulanın bizning ayetlerimizni okup bəgiçilerge hücum qıyğılı tas qılğanlığını görsen. Eytqin ki, sizlerge men buningdan mı yamanraqını eytip bereymi? O devzaqdır. Allah onu kafirlağı va'da qildi. Ular qaytib baradigan joy nima degan yaman? Müşriklarning Allah Taoladan boshqasiga ibodat qilishi va ularning Allah Taolaning oyatlarini qattiq inkor qilishi. Ular, ya'ni Quraysh kuffarlari Allohni qo'yib ibodat qilishning durustligiga Allah hech qanday dalil tushirmagan narsalarga va o'zlari bilmaydigan narsalarga cho'qinadi. Yani Allah Taala bu ayette müşriklarning nadonligidan, ularning kufrlik qilganligidan ve hiç qanday pok tushirmasimi Allah Taolani qo'yib boshqa narsalarga ibodat qilganligidan xabar berdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: kimiki hiç qanday dalili bo'lmagan holda Allohga qo'shib yana bir ma'budga ibodat qiladi ekan, Rabbining dargohida hisob berdi. Kafirlar hakikaten nicat tapmaydı. Ula yeni Quraysh kuffarları Allah'ını koyup ibadet kılışının durustluğuna Allah hiç qandaq delil düşürmegen narsalarga ve özleri bilmeydiğen narsalarga çoqunudu. Yani ular to'qib ve yasab payda qilgan bu ishlar to'g'risida özleri hiç qandaq bir bilimga ega emas. Bu faqat ular özlerinin ata-bobolarından ve ecdatlarından delil pakissizla qabul qilib olgan ishdir. Aslida bu şeytan ularni qilishga qiziqtirgan ve chiroyli ko'rsatgan ishdir. Şuna Allah Teala ularga mundaq tehdit saldı. Zalimlarga hiç qandaq medetkar yok. Yani ularga yardım berip Allah Teala'nın ularga bergen azabıdan ve qiynaşlardan ularni qutqizib oladigan hiç qandaq yardımcı yok. Kafirlarga bizning roşen ayetlerimiz okup berilse, yani ularga Kur'an'ның ayetleri okup berilse ve Allah Teala'nın bar ve birlikini, Allah Teala'dan başka ibadetki layık bir ilahının yokluğunu ve Allah Teala'nın hürmetlik peygamberlerinin hak ve rastçıl ikenlikini uqtirdigan pakit ispatla ularga bayan kılınıp berilse, ularning chehrelerinde qo'shumisi türülgenlikten inkar qilganligini ko'rsan. Ularning bizning oyatlarimizni o'qib berguchilarga hücum qilg'ili tas qolganligini ko'rsan. Degan oyatda bayon qilganidek qildi. Bayon qilingandek qildi. Yani ular Kur'an'dan to'g'ri paketlarni keltirgan kishilarga hücum qilg'ili ve yamanlik qilish uchun qo'l ve tillarini ish qisag'ili tasliq qildi. Aytqin ki, sizlarga men buningdan yamanroqini aytib beraymi? U devzaqdir. Allah onu kafirlarga va'da qildi. Yani devzaqning azobi ve qiyin qistoqlari ularning dünyada Allah Teala'nın yıkım bendileri boğan müminlerge sağın tehdidinden qattiq ve ig'irdir. Ahiretning azabı ularning gumanicha müminlerge qilib olgan yamanlıklardan texmi çoğundur. Ular qaytib bardigan joy nima degan yaman? Yani ularning joyi
qaytish yeri va turish o'rni bo'lgan davzax nima degan yomon? Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Hac suresi tefsirinden 72. ayetgacha anladığınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.